Bugun noodatiy uy hayvonlari bor kafega boramiz. Hayvonlarni yaxshi ko'rsangiz, albatta bunaqa joylarga kelishingiz kerak. O'rtoqlar bilan shirinligini qaranglar. Kirishinglar bilan shunaqa asal kiyimchilarda hayvonchalar turishadi. Yoshligimda kichkina shunaqa it boqib qolishni rosa xohlardim, lekin ota-onam hech ham ruxsat berishmagan. Aytgancha, bular umuman tishlashmaydi. Hammasi qo'lga o'rgatilgan. Kafe ikkiga bo'lingan. Birinchi xonada itlar, ikkinchisida esa mushukchalar bor. Kafening tematikasi bu siz kelib hayvonlar bilan o'ynab, ovqat berishingiz. Ba'zilari shunaqa charchab uxlab qolgan itlarning turi juda ham ko'p, kattadan tortib kichkinagacha barchasini topsangiz bo'ladi. Bu yerda mushukchalarning qatori, u yerda ismlari va rasmchalari ham qo'yilgan. Men esa ona rolida qizimni kolyaskaga solib aylantirib yuribman. Aytgancha, it va mushukchalardan tashqari lama ham bor. Shu yerda yoshligimda ko'p ko'rgan multfilmim esimga tushib ketdi. Lama bir o'zi bo'lganigami bilmadim, juda ham injiq ekan, rasmga tushishga ham qiynaldim. Qizlar bu yerga aniq kelishinglar kerak, chunki bu hayvonlar bilan estetik rasmlarga tushsanglar bo'ladi. Ketishdan oldin barcha itlarni chiroyli kiyintirishdi va ular bilan rasmga ham tushishga ulgurdim. Shu joyda menga obuna bo'lib qo'ying, chunki menda Xitoy hayoti va chet elda ta'lim